Kelinglar. Bor beraman bugun kechki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar, yaxshimisan? Charchamayapsan? Zafar, men bu yaxshi bo'ldi kelganing. Do'koningdan topa olmadim-ku. Originalini topdim. Yeb ko'rasanmi? Olib turish kalatini. Tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Abdulhayga qarz bergan edim. Shu bugungi sanada qaytaraman deb va'da berib olgan. Hozir borsam 2 kun sabr qilib tur, pul topa olmay qoldim deb asabim ketayapti. Sinfdoshimiz Abdulhaymi? Shu o'zimiz sinfdoshimiz. Men uni va'dasiga ishonib, arendatorga shu bugun pul beraman deb qo'yganman. Endi u telefon qilib men asabim ketayapti. Plonmasa nima qiladi va'da berib, qarz olib. Lattanishini qilyapti-da, ozi bor-ku. Bugun sana necha o'zi? 7. Tinchlikmi? Ko'rishamiz. Ha? Assalomu alaykum. O'rtoq. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Abdulhay. Uzr kech qoldim. Esimdan chiqib ketibdi. Mana qarzim. Rozi bo'l.